Qizga ish buyuribdi ona. Bolam, kirlarni yuvib qo'ygin, idish tovoqlarni yuvib qo'ygin, hovlilarni supurib qo'ygin. Eshiklarga suv sepib qo'ygin. Hamma qilganini, hamma aytganini qildi. Onasiga jur'ati yetmasdan qog'ozga yozibdi. Ona hamma buyurganlaringizni qildim. Kirlarni yuvib qo'ydim. Narxi 25 ming so'm bo'ladi. Idish tovoqlarni yuvdim, narxi 25 ming so'm xizmat haqim. Hovlilarni supurdim, 25 ming so'm. Ko'chalarga suv sepdim, 25 ming so'm, hammasi 100 ming so'm bo'ladi deb narx yozib qo'yibdi. Qarasa qog'oz turibdi. Ona ham tagidan yozibdi. Bolam, senga homilador bo'ldim. Seni 9 oy 9 kun ko'tardim. Har qanday yuk ko'targan inson kunduzni ko'tarib, loqal yuk ko'targan yukini kechqurun qo'yib qo'yadi. Har qanday yuk ko'targan inson bu qo'lidan bu qo'liga olib bir hordiq oladi. Lekin men seni kechqurun ham olib qo'ya olmasadim, bu qo'limdan u qo'limga ham ola olmasadim, seni bag'rimda saqladim. Hech narsani icha olmadim. Bu seni 9 oy 9 kun ko'tarib yurgan xizmatim tekin sen uchun debdi.